Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz dollarga bog'liq holatda bo'ladi. Ya'nida mana dollar уже mana 500 so'mga, ya'ni arzonlashdi, ya'ni narxi tushdi. Xo'p, buni oqibatida armatura narxi ko'tarildi, beton narxi ko'tarildi, g'isht narxi ko'tariladi. Yaqinda qishda ham g'isht narxi kamida 20-30% oshadi. Lekin siz to'plab qo'ygan pulni qadri ko'tarildimi savol? Yo'q, albatta. Ming pul to'plab qo'yganingiz bilan u xohlaysizmi, xohlamaysizmi qadrini yo'qotadi. 200 million yig'asizmi, 300 million yig'asizmi, yildan yilga u pul 100% qadrsizlanadi. Eng qadri yo'qolmaydigan narsa hozirgi vaqtda bu xonadon xarid qilish, albatta. To'plab qo'ygan pulingizni inflyatsiya riskini yo'qotadi va to'plagan pulingizni minimal hech bo'lmasa o'sha yilgi inflyatsiya miqdorini hisobiga olgan holatda qadrini yo'qotmaydi. Bu 100%. Buni hamma biladi. Bu narsa yoshillaydigan narsa emas yoki bir murakkab narsa emas. Shunga sizlarga maslahatim, mana tayyor xonadonimiz. Ipoteka qilishingiz ham shart emas. Mana o'tgan safargi videoga chiqarganimizda bu tomonni qiluvdik, yana bu tomoni ham tayyor bo'ldi. Ipoteka qilish shart emas. Foiz ham qo'shilmaydi. Peniyasi yo'q. Misol uchun oylik to'lovlaringiz 1 kun, 2 kun, 10 kun, 15 kun o'tib ketsa ham foizi peniyasi qo'shilmaydi. Boshlang'ich kamida 30% to'laysiz, qolganini 2,5 yilga bo'lib to'lashga. 1 metr kvadratimiz 6 million 700 ming so'mdan boshlanadi. To 7 million so'mgacha. Unchalik ham katta raznica yo'q. 6 million 700 dan 7 milliongacha. Qavatiga qarab farq qiladi. Asosan 3 xonalik, 2 xonalik xonadonimiz qolgan. 3 xonalik 103, 86, xohlasangiz 76 kvadratligimiz bor, 2 xona, 3 xona qilsa ham bo'ladi. Gulxo'y qilmagan holatda. Va planirovkamiz yaxshi. Gulxo'y xonasi deyarli kam. Ushbu xonadonlarimiz pishig'ishdan quriladi. Xo'p, atrofida nima sharoitlari bor? Maktabi bor. Bog'chasi bor. Mana birinchi etajlari polni magazin. Bu yerdan aptekadan tortib klinikagacha bo'ladi. Yerda tanishimiz olgan klinika ochadi, xudo xolasa, yaqin bitkazganimizdan keyin bu yerda klinika ham bo'ladi. Va bolalar maydonchasi bor. To'g'ri, Qorasuvda parkovka masalasi bu masalaroq, muammoliroq. Bu yerda unaqa bo'lmaydi. Chunki domlarning arasidagi masofa juda ham keng. Shu yerda yashaydigan butun aholi moshina bemalol chiqadi. Dom atrofida, dvorning ichida, dvorning narigi tomonida maktab yaqin. Moshin bilan bolangizni jo'natishingiz shart emas. Shunday podyezddan tushadi, bir 100 qadam tashlaydi. Mana bu domning orqasida. Shunday kompleksimizning orqasida 82-maktab, oldida bog'chasi bor, poliklinikasi bor. Shunday peshkom o'tsangiz ham bo'ladi bemalol. Shunday bolangizni qo'yaverasiz maktabga, derazadan qarab turasiz, qaramasam bolam deb, misol uchun, oddiy bir misolcha. Xo'p. Ushbu majmuamiz ko'rib turganingizdek fasadi shunaqangi dizaynga ega, neoklassik dizayn. Oq-qora kafeldan bo'ladi. Orqa tomoni 3 pletil bazalit qoplamasi bilan qoplanadi va hamda sifatli deraza qo'yamiz, albatta. 2 qavatli derazamiz bo'ladi. Ekopen, aytib o'taman, Ekopen kompaniyasi ishlab chiqaradi buni. Pulingizni sandiqning ichiga solgancha keling bu yerdan xonadon xarid qiling. Siz yashamasangiz farzandingiz yashaydi. Farzandingiz yashamasangiz nevarangiz yashaydi. Hay, ja bo'lmasa o'zingiz yashayverasiz, bitta chot germancha qilib. Stoyishi xonadon hamda pishig'ishdan quriladi. Gazoblokdan ko'ra pishig'ish xarid qilganingiz ma'qulroq. Bu narsani farqini kim sezadi? Kim seza oladi? Mutaxassis yoki o'zingiz bir gazoblokli, pishig'ishli xonaga yashab ko'rib, taqqoslab ko'ring. Sifati farq qilishini ko'zingiz bilan o'zingiz his ham qilasiz bu narsani. O'zingiz ham sezasiz bu narsani. Pishig'ish nima, gazoblok nima? Xulosani yashab ko'rgandan keyin chiqarsangiz bo'ladi bemalol. Xo'p. Sizdan talab etilayotgan narsa nima? Kamida 150 million bosh to'lov qiling. Misol uchun oddiy bir 2 xonalikka. Qolganini 2,5 yilga bo'lib bering. Xohlasangiz chorak qilib beramiz. Har 3 oyda bir to'lov qilinadigan, har 6 oyda bir to'lov qilinadigan. Xohlasangiz yillik. Masalan, 30% to'ladingiz. Bir qismi 1 yilda, misol uchun, ikkinchi qismi yana 1 yilda, keyin qolgani 6 oyda, misol uchun. Rassrochka muddatini qisqartirib bersak agar, kelishtirib beramiz, albatta. Boshlang'ich to'lov ko'proq qilsangiz agar 30% dan ko'proq 40-50% u holatda ham narxidan chegirmalar qilib beramiz. Va albatta ushbu xonadonlarimizga
siz dekabr yanvar oylarida bemalol remontga kirsangiz bo'ladi. Uzog'i yozgacha kadastrni ham chiqarib beramiz. Kadastrimizda muammo yo'q, xavotir olmaysizlar. Binomizda gaz ham kelgan, svet ham bor, kanalizatsiya ham bor, hamma kommunal tizim kelgan. Gazdan tortib svet kanalizatsiyagacha hammasi bor, hamma sharoitni qilib beramiz. Liftlari ham bor. Liftlarimizni o'ziga solnechniy panel bilan generator o'rnatiladi. Bu albatta svet o'chib qolsa mabodo liftni ishlatib berish uchun. Hamda baland qavatdan xarid qilishga ham xavotir olmang. Aytib o'tganimdek, solnechniy panel bilan generator o'rnatib beramiz. Bunga yetmaganiga Qorasuvda hamma liftlarga shirkat qaraydi. Nima uchun? Masalan, liftingiz buzilib qolsa, buzilib qolganidan ham birdaniga ishlatib beradi. Kelib to'g'rilab, bir kun ichida to'g'rilab tashlaydi va albatta u liftingiz tekin bo'lmaydi. U liftda shu domda yashaydigan aholini o'zi ishlaydi. Misol uchun bitta podez, ichida nechta aholi bo'lsa, o'sha ishlatib oladi. Albatta chip orqali uni to'lovi ham bo'ladi, oylik to'lovi o'rtacha 50-100 ming bo'ladi. Bitta xonadonga misol uchun, endi uyning kvadratiga qarab taqsimot bo'ladi oylik to'lovi. Kvadratiga 200 so'mmada, 300 so'mmada shunday. Xo'p, bu уже dvor qismimiz. Bu yerda detik plashatka, mashina qo'yadigan parkovочный joylar bo'ladi va boyaga aytib o'tgan maktabim mana shu fasadi boshlangan dom bor-ku, fasad hali o'tib qilyapti. O'sha domni shunday orqasida 82-maktab. Ko'rib turganingizdek, joyimiz ancha keng, moshin, bolalar maydonchasi, hamma narsa sig'adi. Hamma narsa bemalol yashashga ham, hordiq chiqarishga ham, dam olishga ham joy bor. Oddiy bir to'y maraka qilsangiz ham bemalol kichkina marakacha to'ycha qilsangiz ham bo'ladi. Joy yetadi. Kamida 200-300 kishilik. Undan ham ziyod ham qilsangiz bo'ladi. Endi xohishga, cho'mchakka bog'liq bu. Xo'p, oxirgi gapimiz. Xonadonimiz kam qolgan, salkam deyarli sotib bo'lyapti juda. Chunki yaqinda bitadigan xonadonga talab albatta ko'p. Albatta ko'p bo'ladi. Shunga kelingizlar, ko'ringizlar, maslahat qilingizlar, savdolashingizlar albatta o'zim bilan kelib. Xudo xolasa hammaga hamyonbop chiroyli variant qilib beramiz. Oylik to'lovdan tortib, boshlanish to'lovigacha chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Kvadrat metrlarimiz ham uncha qimmat emas. 6.700 dan 7 milliongacha. Endi qavatiga qarab raznica o'ynaveradi. Sog' bo'lasiz, salomatlar bo'lasizlar. Tak, agarda yana batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastda raqam qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing.